aytsam kecha Madinada tushgan rasmingizni ko'rib, ko'rish boshlash u yigit bilan ko'nglimni o'tkazdim. Shu videoni ko'rib, men ham ko'nglimni o'tkazgandim. Sardor domlani mana ko'ring, shu tekinlar ko'rib qolsam deb niyat qilgandim. Va assalomu alaykum. Madina shahri shunaqangi mo'jizalar, kutilmagan tasodiflar shahri. Mana bugun Azimjon akam bilan ko'rishib qoldik. Mana yosh katta onaxonda ovqatlantirgan olib kelgan ekanlar. Azimjon akani bugun tabarruk kunlari ekan, kunlar ekan. Qanjonlari sog' bo'lsin, amin. 102 ekan. Hamma niyatda yetishib turing. Ota onam ham umrlari uzoq bo'lsin. Lekin ibodatlarni Xudo qabul qilsin. Hammamizni ham Xudoyim Alloh mana shu ulug' joylarga chiqarsin. Salomat bo'ling, xonadonlaringiz bilan. Ojonalar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uzoq bo'lsin. Bu akamiz, Azimjon akamiz kelsa domla bilan ko'rishib qolsam, videomiz ko'rib niyat qilgan ekanlar. Mana bir oshxonada ko'rishib qoldik. Salomat bo'ling, yaxshi ko'radi ko'rishaylik.